هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Ankabut tefsiri 47. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi diktanlağa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Ankabut suresi 47. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, shuningdek, ya'ni senden ilgirkilarga kitob nozil qilgandek, sanamu kitob, ya'ni Qur'on nozil qildik. Biz kitob berganlar, ya'ni Yahudilar, Nasoralardan Qur'onga ishonadiganlar bor. Bulardan, ya'ni Makka aholisidanmi Qur'onga ishonadiganlar bor. Bizning oyatlarimizni faqat kofirlar inkor qiladi. Ilgari sen kitap o'qishni bilmayding, xat yozishni bilmayding. Mubada sen kitap o'qigan, xat yozadigan bo'lsang, u chaqda haq qarshi turg'uvchilar cho'qim gumonlanadi. Undaq emas. Ya'ni ish zolimlar gumon qilgandek emas. Qur'on ilm berilganlarning ko'ngillarida saqlangan ro'shan oyatlardir. Bizning oyatlarimizni faqat zolimlar inkor qiladi. Qur'onning Alloh taolaning dargohidan nozil bo'lganligi va uning dalil to'g'risida. Ibn Jarir mundaq deydi. Alloh taolo: "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sendan ilgirki payg'ambarlarga kitoblarni nozil qilganimizdek, sanamu bu kitobni nozil qildik" dedi. Ibn Jarirning bu so'zi yaxshi aytilgandir. Uning oyat bilan bo'lgan munosabati va bog'lanishi munosibdir. Biz kitap berganlardan, ya'ni Yahudilar, Nasoralar, Qur'onga ishonadiganlar bor. Ya'ni Yahudi va Nasoralarning zirak ulamolardan u kitobni qabul qiladigan va uni tegishli ravishda o'qiydiganlar bor. Abdullah ibn Salman Farisi va bu ikkisiga o'xshashlar buning tipik misolidir. Bulardanmi Qur'onga ishonadiganlar bor, ya'ni Quraysh va boshqa arablardanmi ishonadiganlar bor. Bizning oyatlarimizni faqat kofirlar inkor qiladi. Ya'ni Alloh taolaning oyatlarini faqat haqni botil bilan yo'shiradigan, quyosh nurini kiyim bilan yo'gashga urinadigan kishilar inkor qiladi va uning haq ekanligidan tanidi. Ilgari sen kitap o'qishni bilmayding, xat yozishni bilmayding. Ya'ni ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, bu Qur'onni elib kelishdan ilgari qavmingning orasida bir muddat ichida yashading. Sen kitap o'qishni bilmayding, xat yozishni bilmayding. Balki qavmingdagilardan har bir odam va boshqalar sening o'qishni bilmaydigan, yozishni bilmaydigan savodsiz odam ekanligingni obdan biladi. Muhammed aleyhisselamның sübti burunqi kitaplardımı muşundaq idi. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Ular elçigi ummi payg'ambarga, ya'ni Muhammed aleyhisselamga ergishidi. Ular ilkidagi Tavrat, İncillarda uning sübtining yozilganligini ko'rdi. U ularni yaxshi ishga buyurdi, yomon ish qilishdan to'sidi. Peygamber aleyhisselam ahirgi ömrügacha hamisha mushundaq edi. U xat yozishni bilmaydi. U bir qur xatni, bir tal harfni o'z qo'li bilan yozgan emas. Uning kitoblari uning oldida vahiyni va boshqa davlatlarga avatiladigan maktub va xatlarni yozadi. Uning katiblari uning oldida
vahiyni va boshqa davlatlarga avatiladigan maktub va xatlarni yozatdi. U chaqda haqqa qarshi turg'uvchilar cho'qim gumonlanadi. Ya'ni agar sen xat yozishni bilgan bo'lsang, ba'zi nodon kishilar albatta gumonlanadi va u buni cho'qim payg'ambarlardan qolgan ilgirki kitoblardan o'rganib olgan deydi. Ular bu so'zni uning ummiy xat yozishni bilmaydigan odam ekanligini bilib turibmi degan edi. Ular aytdi: bu burunqilarning afsonalaridirki, ularni u yozdirib olgan. Hifz qilib olish uchun uningga atigan oqshomda o'qib berilyotdi. Aytqinki, uni osmonlardagi va zamindagi sirni bilib turadigan Alloh nozil qildi. Undaq emas. Qur'on ilm berilganlarning ko'ngillarida saqlangan ro'shan oyatlardir. Ya'ni bu Qur'on haqni ko'rsatadigan, yaxshilikqa buyuradigan, yomonlikdan to'sadigan va ilgiriki, hozirgi, keyingi ishlardan xabar beradigan ro'shan ochiq oyatlardir. Uni o'limalar yodga oladi. Uni Alloh o'limalarga yod qilishni, o'qishni va tafsir qilishni osonlashtirib berdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: haqiqatan biz Qur'onni hifzi uchun oson qildik. İbret alg'uchi bormi? Payg'ambar alayhisalom mundaq deydi: biror payg'ambar kelsa, uningga cho'qim insonlar iymon etadigan biror mo'jiza berildi. Haqiqatan menga berilgan mo'jiza vahiydir. Allah uni menga vahiy qildi. Men ergashuvchilar eng ko'p payg'ambar bo'lishimni umid qilaman. İmam Muslim Ayyaz ibn Himardan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolo mundaq deydi: haqiqatan men seni sinayman va sen orqali boshqalarni sinayman. Sana bir kitap nazil qildim. Uni suvni yuyib o'chirolmaydi. Sen uni uxlayotgan va o'yg'oq holatda o'qiysan. Ya'ni agar Qur'on yozilgan o'ringa suv tegib qolsa, suv uni o'chirib o'tolmaydi. Chunki yana bir hadisda payg'ambar alayhisalom mundaq degan: agar Qur'on teriga yozilgan bo'lsa-mu, uni o't ko'ydirmaydi. Chunki Qur'on dillarda yod qilingandir. Tillarga osondir va dillarda saqlanadi. Uning so'zi va ma'nosi mo'jizadir. Shuning uchun bu ummatning sifati burunqi kitoblarda ularning muqaddas kitoblari ularning dinlarida saqlanadi deb yozilgan. Ularning muqaddas kitoblari ularning dillarida saqlanadi deb yozilgan. Bizning oyatlarimizni faqat zolimlarla inkor qiladi. Ya'ni Alloh taolaning oyatlarini haq tajovuz qilg'ichi, haqni bilib turib, uningdan burilib ketgichi, uning bilan qarshilashqichi zolimlardan boshqa hech kishi inkor qilmaydi. Uning haq ekanligiga til tekkizmaydi va uni rad qilmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: shubhisizki Rabbingning la'natiga tegishlik bo'lganlar iymon etmaydi. Ularga butun mo'jizalar ko'rsatilgan taqdirdami, qattiq azobni ko'rmagicha iymon etmaydi. Ular nimishqa uningga Rabbidan mo'jizalar nozil qilinmaydi dedi. Aytqinki, mo'jizalar haqiqatan Allohning dargohidadir. Mening qo'limda emasdir. Men faqat bir oshkora ogohlantiruvchiman. Bizning sana ularga tilovat qilinib turadigan kitobni nozil qilganligimiz ularga mo'jiza bo'lishga kifoya qilmadimi? Bu kitobda iymon etgan qavm uchun shak shubhasiz rahmat va va'z nasihat bor. Aytqinki, men bilan sizlarning oranglarda
mening rost payg'ambarligimga guvoh bo'lishga Alloh kifoyadir. Alloh osmonlardagi va zamindagi hammani bilib turdi. Butga ishongan, Allohni inkor qilgan odamlar ziyon tortishlardir. Mushriklarning mo'jiza talab qilishi va ularga berilgan javob to'g'risida. Alloh taolo bu oyatlarda mushriklarning payg'ambar alayhisalomni qiyin ahvolga tushirib qo'yish maqsadida uningdan mo'jizalarni talab qilganligini xabar qildi. Ular xuddi Solih alayhisalom qavmiga to'gisini mo'jiza qilib ko'rsatgandek, Muhammad alayhisalomning o'zining Alloh taoloning payg'ambar ekanligini isbotlaydigan mo'jizalarni ko'rsatishni talab qildi. Alloh taolo mundaq deydi: Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, mo'jizalar haqiqatan Allohning dargohidadir, mening qo'limda emasdir. Ya'ni mo'jiza ko'rsatish, mo'jiza ko'rsatish haqiqatan Alloh taoloning ishidir. Alloh sizlarning hidoyat tepishinglarni bilsa edi, sizlarning so'rg'ininglarni albatta bergan bo'ladi. Chunki bu Alloh taologa o'ng'ay va osondir. Lekin Alloh sizlarning faqat maqsadlik holda qiyin ahvolga tushirib qo'yish, lekin Alloh sizlarning faqat maqsadlik holda qiyin ahvolga tushirib qo'yish va sinash yuzidan mo'jiza talab qilganinglarni obdan biladi. Shunga talabinglarni qabul qilmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Quraysh mushriklari talab qilgan mo'jizalarni maydonga keltirmasligimiz faqat burunqilar, ya'ni ilgirki ummatlarning mo'jizalarni yolg'onga chiqarganlik uchundir. Biz Samudga tish to'gini ro'shan mo'jiza qilib berdik. Ular uni inkor qildi. Men faqat bir oshkor ogohlantiruvchiman, ya'ni men sizlarga faqat ro'shan ogohlantiruvchi bo'lib avatildim. Mening mas'uliyatim Alloh taoloning da'vatini sizlarga yetkazishdir. Kimiki Alloh hidoyat qildikan, u haqiqiy hidoyat topquchidir. Kimniki qilgan yomon amali tufaylidan Alloh ozdirdikan, uningga yo'l ko'rsatkishi do'stni hargizmi topolmaysan. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularni hidoyat qilish sening mas'uliyating emas. Sana topshirilgan vazifa faqat kishilarga Alloh taoloning vahiysini yetkazishdir. Lekin Alloh xohlagan bandasini hidoyat qiladi. Ondan Alloh taolo ularning to'limidan aqlining kam bo'lganligi uchun Muhammad alayhissalom ilib kelgan narsaning rost ekanligini ko'rsatadigan mo'jizalarni ularning talab qilganligini bayon qildi. Muhammad alayhissalom ularga haqiqatan oldidanmi, orqasidanmi botil yuzlanmaydigan aziz kitob Qur'onni ilib keldi. Qur'on har qanday mo'jizadan buyuk bir mo'jizadir. Aynı zamanda fasahatda ve balag'atda kamolaga yetgan adiblar uning bilan qarshilashishdan ojiz keldi. Balki Qur'onning o'qishiga uningga qarshi 10 sura, hatta bir sura keltirishni ojiz keldi. Bir sura keltirishdanmi ojiz keldi. Bizning sana ularga tilovat qilinib turadigan kitobni nozil qilganligimiz ularga mo'jiza bo'lishga kifoya qilmadimi? Ya'ni biz sana nozil qilgan ulardan ilgarikilarning va ulardan keyingilarning xabari bo'lgan, ularning o'z orasidagi hukmni o'z ichiga olgan buyuk kitob Qur'on ularga mo'jiza bo'lishga yetmadimi? Sen o'qishni va yozishni bilmaydigan savodsiz odamsan. Sen ahli kitobdan biror odamga aralashmading. Sen shundoq turuqliq kitoblarning xabarini ahli kitob ixtilof qilishgan narsaning to'g'ri bayonini, ro'shan, ochiq haqiqatni ularga ilib kelding. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Abdullah ibn Salam va uning iymon etgan hamrohlariga o'xshash
Bani İsrail ulamalarının Kur'an'ı bilişi müşriklarga Kur'an'ın toğırlıqını gösterdiğin delil bulmamdı. Ula yani müşrikler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Rabbi tarafından bizge birer mucize keltirişçi deydi. Ulaga burunqi ümmetlerinin haberlerini öz içine algan Kur'an kemmidi mi? İmam Ahmed Abu Hureyre radıyallahu anhudan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qiladi. Peygamberlerden birer peygamber kesila onunğa insanların iman keltiriş için mucizelerden birer mucize onunğa berildi. Bana berilgen mucize hakikaten vahidir. Allah onu bana vahiy kıldı. Kıyamet günü ergeçkiçiler en köp peygamber buluşumunu ümit kılıman. Bu hadisini İmam Bukhari ve Müslim rivayet kılgan. Bu kitapta iman etkan kavim için şek şübhisiz rahmet ve vaz nasihat var. Yani bu Kur'an'da iman etadigan kavim için elbette hakikatini bayan kıladigan, batılını yo'qotadigan rahmet, haqni inkar qilguvchilarga, Allah Teala'ga asilik qilguvchilarga nazil bo'lgan azab uqubatdan iborat aladigan vaz nasihat var. Aytqinki, men bilan sizlarning oranglarda mening rost payg'ambar ekanligimga guvoh bo'lishga Allah yetarlikdir. Yani Allah sizlarning Allah haqqidagi eg'izinglardan to'kilib turadigan yolg'on so'zlaringlarni obdan biladi. Allah meni payg'ambar qilib avatganligi haqida sizlarga yetkazgan xabarimni obdan biladi. Agar men yolg'onchi bo'lsam, Allah mendan albatta intiqom oladi. Allah bu vaqtda mundaq deydi. Agar u bizning nomimizdan yolg'onni to'qiydigan bo'lsa, albatta uni qudratimiz bilan jazolaydik. Ondan uning asosiy qizil tomirini kesib tashlaydik. Sizlardan hech bir odam uni qo'g'dab qola olmaydi. Men Allah nomidan sizlarga yetkazgan xabarimda shak shubhisizki rostchilman. Shuning uchun Allah men ro'shan mo'jizalar va keskin dalillar bilan kuchlantirdi. Allah osmonlardagi va zamindagi hammani bilib turdi. Ya'ni Allah Teala'ga hech narsa yoshirin qolmaydi. Butqa ishongan Allah'ını inkar qilgan odamlar ziyon tortqichilardir. Ya'ni qiyomat kuni Allah ularni qilmishlariga yarasha jazolaydi. Ularning haqni inkar qilganligi, batılga ergashganligi, Allah'ning payg'ambarlarini ularning rost payg'ambar ekanligiga dalil ko'rsatib, to'simu inkar qilganliklari shaytonlarga, butlarga hech qanday dalilsiz ishonganliklari uchun Allah ularni jazolaydi. Allah hakikaten hikmet bilen iş qilg'uchidir. Bandalarning qilmishlarini bilib turg'uchidir. Ular senden azapning çapsan kelishini talab qiladi. Allah ularning halok bo'lishining muayyan vaqtini belgilamagan bo'lsa edi, ularga azap albatta ular talab qilgan vaqtda keladi. Ularga azap cho'qim, ular xabarsiz holatda tug'anda ushtum tut keladi. Ular senden azapning tiz kelishini talab qiladi. Shak shubhisizki cehennem qiyomat kuni kofirlarni qorshab turg'uchidir. O kunda azap ularni ustilaridan, oyoqlarining ostidan o'rib oladi. Allah ularga dunyoda qilgan amallaringlarning jazosini tetinglar deydi. Müşriklarning o'zlariga keladigan azobning tiziltilishini talab qilganlik to'g'risida. Allah Teala bu oyatda müşriklarning o'zlariga Allah Teala'ning azobining chapsan kelishini, Allah Teala'ning jazosining tiz tushishini talab qilganligidan xabar, talab qilganligidan iborat
ularning naqadar nodon ekanligidan xabar qiladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: o'z vaqtida ular agar bu, ya'ni Qur'on sening tarafingdan nozil bo'lgan haqiqat bo'ldigan bo'lsa, osmondan ustimizga tosh yog'dirg'in yoki bizni qattiq azob bilan jazolag'in deydi. Ular sendan azobning chopsan kelishini talab qiladi. Alloh ularning halok bo'lishining muayyan vaqtini bilmagan bo'lsa edi, ularga azob albatta ular talab qilgan vaqtida keladi. Ya'ni Alloh taolaning azobini qiyomat kuniga kechiktirish hukmi bo'lmasa edi, ularga azob albatta ularning talab qilgandek pat yaqinda nihoyat tez kelgan bo'ladi. Ularga azob cho'qim ular xabarsiz holatda turganda ushtum-tut keladi. Ya'ni tuyuqsiz keladi. Ular sendan azobning tez kelishini talab qiladi. Shak shubhisizki jahannam qiyomat kuni kofirlarni qorshab turguchidir. Ya'ni ular azobga oldirmaydi. Vaholanki azob ularga cho'qim keladi. U kunda azob ularni ustunlaridan, oyoqlarining ostidan o'rib oladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Do'zaxda ularning ostiga soladigan ko'psimi o'tdan, ustiga yipindigan yo'tqinimi o'tdan bo'ladi. Ularni ustidanmi qatma-qat o't, ostidanmi qatma-qat o't o'rib oladi. Agar kofirlar u chaqda yuzlaridan, dumbilaridan azobni dab'i qilmaydiganliklarini va hech qanday yordam erisholmaydiganliklarini bilsa edi, azobning baldir yuz berishini talab qilmaydi. O't ularning boshqa taraflaridanmi o'rib oladi. Bu eng voyaga yetgan hissiy azobdir. Allah ularga dunyoda qilgan amallaringlarning jazosini tetinglar deydi. Bu ularga qilingan tahdid, taptana va malomat qilish uchundir. Bu jonga tegadigan ma'naviy azobdir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: ular do'zaxda dum yotqizilib so'rildigan kunda ularga do'zaxning azobini tetinglar deydi. Biz haqiqatan hamma narsani o'lchamlik yaratdik. Yani Allah Teala mundaq deydi: u kunda ular do'zaxga qattiq ittirildi. Ularga mana bu sizlar yolg'onga chiqargan do'zaxdir deyildi. Ularga ko'zlaringlar bilan ko'rib turayotgan bu azob sehrmi yoki sizlar ko'rmayotgamsizlar? Do'zax kiringlar. Azobga mayli sabr qilinglar. Azobga mayli sabr qilinglar, mayli sabr qilmanglar. Baribir sizlarga o'xshash. Chunki sizlar do'zaxda mangu qolasizlar. Sizlar faqat qilmishinglarning jazosini tortisizlar deyildi. Alhamdulillah, yuqorida sura Ankabut tafsiridan 55. oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimni o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.